Nima endi o'sha Yaponiya chiqarayotgan o'sha narsalarni bizning bolalar chiqara olmaydi. O'qisa, ilmga rag'bat bo'lsa, albatta chiqaradi. Xitoy chiqarayotgan narsalarni albatta chiqarmaydimi? Agar intilsa, harakat qilsa, bu O'zbekistondan qancha kashfiyotchi olimlar chiqardi. Butun dunyoga ulamolarni yetkazib berdi. Ilm bir narsani haqiqatda ko'ra idrok qilishdir. Ya'ni ilm bilan hamma narsani haqiqat tushuniladi. Insonda eng yomonida o'sha johil kimsa bo'ladi. Ilmsiz bo'lgan joylarda bir-biri bilan bahslar, tortishuvlar, bir-birini haqorat qilishlar va bir-birida mana shunday ilm bo'lmagandan keyin bir-birlarida doim mana shunday kamsitishlar, yomonliklar bo'laveradi. Shuning uchun johiliyat davri deb atalgan islom kelishligidan oldingi davrni olib qarasak, o'sha jaholat tufayli qancha ma'siyat gunohlariga odamlar botqog'iga botib qolishdi. Johiliyat davri masalan bir inson tortishib, baqirib ketaversa, johillik qilma deymiz. Nimaga? O'sha johiliyat davrida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'sha umuman bir omiy bo'lgan ummiyinlarga mana shu Allohning dinini yetkazishda qanchalik qiyin bo'ldi. Shuning uchun ilm bilan haqiqatga erishiladi, haqiqatni idrok etadi. Ilm bilan hamma narsa, ya'ni albatta tushunar ekan, uni nima ekanligi ma'lum bo'ladi. Ilm so'zi Qur'oni Karimda turli ko'rinishlarda 750 dan ortiqroq holatlarda, turli xil holatlarda kelgan. Shunday ekan, bu islomda ilmga naqadar bir qancha bir yuksak baho berganligi ko'rinadi. Shuning uchun farzandlarimizni ham albatta ilmga qiziqtirsak, ilm ba'zi o'rinlarda jamiyatda farz bo'ladi. Ba'zi o'rinlarda mana shunday bir fazilat bo'ladi, ba'zi o'rinlarda o'sha ilmni o'rganmasa inson gunohkor bo'ladi.